boring. Sizga shunaqa gaplar bo'lsa bo'ldi. Sizni sog'inib ketdim, jon. Qo'ng'iroq qilyam demisiz. Ana suvdagi ering bilib qolmaydimi? Erim qayerdan ham bilardi? Ishdan boshqa narsani bilmaydi u. Nimadir bo'lib, bugun ishdan erta qaytgandi. Oyijonisini mehmonga olib ketdi. Ular kelguncha biz mazza qilib gaplashamiz. Nima dedingiz? Bilasan-ku. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Nima qilarding, ko'rishamiz-da. Alo. Hozir. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Siz nima gap o'ylayapsizmi? Ha? Yo'q, bu nima deganingiz? Men shirinlik yeysizmi deb sizni chaqirgani chiqqandim. Nima? Shirinlik? Ha? Nima sizni esingiz joyidami? Men shirinlik yeyman cho'chqaga o'xshab. Yaqindagina ovqatlandik shekilli. Nima, sizni tomingiz ketganmi yoki eslolmaysizmi? Baqirmang menga. Gap o'ylash uchun shu bahonani o'ylab topdingizmi? Shumi bahona? Bahona emas bu. Shunchaki dadajon aytdilar. Shirinlik olib keldim, ovsiningiz bilan yeb oling dedilar. Men sizni chaqirgani kelgandim. Siz baqirib tashlayapsiz. Qaynota-joningiz bilan o'zingiz yeng o'sha shirinligingizni. Menga desa-chi, bo'kkuncha yenglar, tushunarlimi? Muomalangizni to'g'rilang, qo'pollashmang. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega urishyapsizlar? Mana va xotinchingiz eshigim tagiga kelib gap o'ylab o'tiribdi. Shu gap rostmi? Gap o'yladingmi? Yo'q, voy, nima gap o'ylar ekanman?